Yoshi katta bemorlarda lazer tizza bo'g'imida lazerli operatsiyalar kerak. Bugun shu haqida gaplashib o'tamiz. Aytaylik, bemorning yoshi 50 hamda 70 orasida bo'lsa, lekin tizza bo'g'imidagi yemirilish, ya'ni artrozi 3 va 4 darajali bo'lsa, bunday bemorlarga lazerli operatsiyalar, ya'ni diagnostik artroskopiyalar tavsiya etilmaydi. Bunday bemorlarga faqatgina endoprotez, ya'ni sun'iy bo'g'im qo'yish tavsiya etiladi. Bu bemorlarni lazerli operatsiya qilgandan so'ng ham og'riq saqlanib qoladi. Sabab nima? Sabab yemirilgan to'y qavati hisoblanadi. Xo'p, yana shunday istisnolar bor. Aytaylik, bemorning yoshi 60 yosh bo'lsa, lekin tizza bo'g'imidagi tog'ay qavati yaxshi saqlangan bo'lsa, yoshiga xos bo'lgan artrozi bo'lsa, bunday bemorlarda agar pay yirtilgan bo'lsa, operatsiya qilish mumkin va qanday darajada yirtilganini bilishimiz kerak. Agar loskut bo'lsa yoki ruchkalika degan tiplari bo'ladi, bo'g'imga tiqilib qoladi, bular bemorlarda o'sha rezeksiya qilib qo'yadi, ya'ni yirtilgan payda lazerda o'sha olib tashlash bo'ladi. Endi yana aytaylik, agar bemorda o'sha artrozi yo'q bo'lsa va oyog'i to'g'ri bo'lsa, uni ildiz qismi yirtilsa, bunday bemorlarda yoshi necha bo'lishidan qat'iy nazar tikkib, ya'ni suyakka mahkamlab qo'ygan ma'qul. Yana shunday usullar borki, hozirda eng rivojlangan usullardan biri yuqori tibialniy asetomiya. Ya'ni bunda nima qilinadi? Bunda bemorda ham oyog'i qiyshiq, ya'ni varus bo'ladi. Undan tashqari ildiz qismi yirtilgan bo'lsa, bunday bemorlarga yuqori tibialniy asetomiya juda ham yaxshi yordam beradi. Sabab bunda yuklama ichkariga tushib turgan bo'ladi. Mana shu yuklamani tashqariga o'tkazib qo'yish hisoblanadi. Ya'ni boshidagi yuklama ichkarida bo'ladi. Biz operatsiyadan so'ng yuklamani tashqariga o'tkazib qo'ygan bo'lamiz. Buni ikkita bosqichda amalga oshiriladi bu usul. Birinchi usulda o'sha artroskopiya orqali bo'g'im ichiga kiriladi va yirtilgan menisk bo'laklari yaxshilab tozalanadi, bo'g'im diagnostika qilinadi. Undan so'ng ikkinchi etapda rentgen, ya'ni iop orqali suyakni o'sha kesib, yuqoriga ko'tarib, plastinkalar orqali fiksator qilib qo'yamiz. Bugun ham shunday operatsiyamiz bor. Bemorimiz 60 yoshda, artrozi yoshiga xos, ya'ni ikkinchi darajali artrozlari bor. Ildiz qismi yirtilgan. Shu bemorimizga yuqori tibialniy asetomiya jarrohlik amaliyotini tavsiya berdik. Bunday bemorlarimizda og'riqlar 70 hamda 90% gacha qolganini ko'rganmiz praktika davomida. Bu bemorimiz MRTlari, bu tashqari tomonlari, o'ng oyog'ining tashqari sohasi. Qaraganimizda bu qorayib turgan narsalar bu tog'ay qavati hisoblanadi. Kortikallari yaxshi saqlangan. Xo'p, normada menisk bo'lagi uchburchak shaklda bo'ladi, ya'ni tanasi oldingi va orqa shoxlarga bo'lib boramiz. Bu oldingi shoxi, bu yerda tanasi va orqa shoxi hisoblanadi. Bu yerda yirtilishlar yo'q. Asta-sekinlik bilan mana ichkariga qarab yurishni boshladik. Yurganimizda bu oldingi hotsimon bog'lam va bu orqa hotsimon bog'lam hisoblanadi. Mana yerda kissa bekir paydo bo'lgan, yoshiga xos bo'lgan patellofemoral artroz rivojlangan. Mana sekin ichkariga kirganimizda, mana yaxshilab e'tibor bersak, mana oldingi shoxi, ya'ni normada 3 burchak bo'ladi dedik, qorayib turish kerak va bu to'g'ri, lekin mana tanasi va orqa shoxi bo'yicha yirtilish aniqlangan. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu oqargan narsalar menisk bo'lagining yirtilganligi dalolat beradi. Endi bu yon tomondan ko'rish. Endi shu MRTimizni to'g'ridan ko'ramiz. To'g'ridan ko'rganimizda bu tizza qoplog'i mana sekin yurishni boshladik. Mana normada menisk bo'lagi 3 burchak qorayib turish kerak, lekin bu tomonda mana o'ng oyoqning tashqari sohasida, o'ng oyoqning ichkari sohasida tashqariga chiqqan menisk bo'lagi. Mana. Va sekin ko'rganimizda normada menisk bo'lagi, tashqari menisk bo'lagi mana birikadigan joy, ildiz qismi, ha buni mana tanasi va orqa shoxi bo'yicha yirtilish bor, mana. Bu mana shu yerda o'zi aslida birikish kerak. Endi xuddi shu MRTni yuqoridan ko'ramiz. Va mana yuqoridan ko'rganimizda bundoq kelyapti. Yaxshi, mana yirtilgan joylari mana va mana birikadigan joyda oqarganlik belgisi hisoblanadi. Bu arvoh simptomi deb ataladi. Bemorimizda hop ozgina varus bor. Varus borligi hisobiga bemorimizga xuddi shu tibialniy asetomiya operatsiyasini tavsiya etganmiz. Mana tog'aylari holati yaxshi saqlangan. Mana bo'g'im ichiga kirdik. O'ng tizza bo'g'imi. Tortib turgan narsamiz oldingi hotsimon bog'lam, mustahkam, qattiq bo'lib turibdi. Bu yoshda juda ham yaxshi natija, bunaqangi qattiq holatda turishi. Endi o'ng oyog'imiz tashqari sohasi, ya'ni lateral sohasiga kirib boramiz mana. Kirib borganimizda tog'aylarimiz yaxshi saqlangan, hech qanaqa yemirilishlar yo'q
Xo'p, lateral sohadagi menisk bo'lagida yoshga xos bo'lgan degenerativ o'zgarishlar aniqlanyapti. Mana tortib ko'rganimizda mustahkam, qattiq. Xo'p, bu yirtilishlar, degenerativ o'zgarishlar bemorimizda hech qanaqa og'riq saqlanmaydi. Xo'p, bu o'ng tizza bo'g'imi medial sohasi MRT bo'yicha ildiz qismida yirtilish aniqlangan bemorimizda. Mana medial sohasiga kirib ko'rganimizda xondromalatsiya aniqlandi, 2-darajasi. Menisklarni degenerativ yirtilishlari bor, mana ko'rib turibmiz. Ildiz qismini tortib ko'rganimizda nostabil bo'lib turibdi. Mana buning sababi bu yirtilishga yillar bo'lgan, sababi o'z joyidan ancha qochib ketgan. Xo'p, endi qiladigan ishimiz mana shu bo'laklari qisman rezeksiya amaliyotini bajaramiz, koagulyatsiyalar qilamiz va undan so'ng tibialniy osteotomiya operatsiyasini davom ettiramiz. Xo'p, mana bo'g'im ichidagi, ya'ni yirtilgan menisk bo'laklarini qisman rezeksiya amaliyotini bajardik. Menisk bo'lagini suyrismon shaklga keltirib qo'ydik, chunki xalal bergan menisk bo'laklarini qisman rezeksiya qildik va холодный koagulyatorda kuydirdik. Mana ko'rib turibmisiz. Xo'p, endi tibialniy osteotomiya amaliyotini ikkinchi etapiga o'tamiz.